Rivoyat qilinishi Mughir ibn Shu'ba bir qizga sovchi qo'ydi. Va o'sha kuni unga bir yigit ham sovchi bo'lib keldi o'sha qizga. Mughir roziyallohu anhu o'sha payt yoshi kattaroq kishi edi. Yigit esa undan ko'ra yoshroq va chiroyliroq edi. Mughir o'zi sovchi bo'lib borgan qizni bu yoshi katta kishini tanlamasligini, ya'ni o'ta qari chol demaydi, lekin yoshi katta-da har yigitga qaraganda. Uni oldida omad yo'qligini tushundi va bir hiyla ishlatdi. Mughir yigitdan haligi ikkalasi kelgan yigitdan so'radi. "Nimani yaxshi qila olasan?" dedi. Ayol esa parda ortidan ularning gaplarini eshitib turardi. Mughir undan so'radi. "Uni qanday bilasan? Shariatni qanday bilasan? Hisob-kitobni-chi?" deb so'radi. Yigit unga "Ularni mukammal bilaman" dedi. Va shunday qo'shimcha qildi: "Birorta kichik yoki katta narsani ikir-chikirni e'tiborsiz qoldirmayman. Hammasini bilib hisoblab yuraman" dedi. Shunda Mughir roziyallohu anhu dediki: "Men esa Allohga qasamki unday qilmayman. Uyni bir burchagiga pul xaltasini qo'yaman. Qachonki u bo'shasa, olib o'rniga boshqasini qo'yaman. Ya'ni uni hisob-kitob qilib o'tirmayman. Ko'zim yumib qo'ya qolaman" dedi. Buni eshitib turgan ayol har bir ikir-chikirni hisoblab meni tergaydigan bu yigitdan ko'ra shu yoshi katta kishi menga suyukliroqdir dedi va uni, ya'ni Mughiraning taklifini qabul qildi.